Salom do'stlar. Sizlar bilan Demo YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun bizlar bu orolda 100 kun vijvaniya qilamiz. Bo'lmasa boshladik. Hozir ana bu yerdan qishloq topib olsak, topib oldik. Boramiz shu yerga. Atskiy portal ham bor ekan. Ha, keyin ham atskiy portal ham bor ekan. Buni yoqish uchun hozir barcha narsalarni topib olaylik. Olmosning kirka va oyoq kiyim. Jigarlar do'stim gapiradi deb o'yladim. Jigarlar hozir do'stim gapiradi. Men barcha gaplarni gapira olmayapman. Jigarlar hozir meni do'stim gapiradi, hamma gapni o'zim eplay olmayapman. Xo'sh jigarlar, salom. Sizlar bilan Demo Slayer Demo YouTube kanali animega o'rganib qoldim boru. Короче, hozir biz bu yerda 100 kun mana shu orolda 100 kun yashashimiz kerak. Yo-mayo, ikkita temirchi uyi. Qani bo'lmasam go. Yo-mayo. Do'stim yangi Minecraftda kechirasizlar. O'shaning uchun normalniy narsalar beradi. Berdi. Aytgancha men sizlar meni hali tanimaysizlar. Men ham yangidan ochganman YouTube kanalim. Almas. Короче, men YouTube kanalim Rekordjon. Tanimasizlar bo'lganida mana shu video описаниесida qoldirib ketadi do'stim. Короче, hozir animasiya. Tovuq nima qilyapti bu yerda? Mana qana. Baribir shedrligi bilan qolibdi-da. Hozircha video cho'zilib ketishi mumkin. Hozircha biz 10 kundan yashab bera olamiz. Nima edi? Golem tog'a, qonday? Pashiraysiz nima bo'lyapti? Menga farqi yo'q. Qachon yetib qoladi? Do'stlar, qo'yning ko'zini ko'rgan shekillisiz. U Xerabriyning ko'zini o'g'irlab ketganday bo'lyapti. Qaranglar-da ko'zin. Nima deyapsan? Yo, what the hell? Do'stlar, bu qo'y emas ekan. Xerabriy ekan turgan turishi. Ko'rinib turibdi yuzi. Qurish. Qise. Nega? Endi kecha kutamiz. Qurish. Hozir tushsam vashi keladi oldimga. Nimagadir to'q deb o'ylay. Men kiyganimda yuradi bu mol ham. Cho'chqa. 1 2 3. Kel davay. Aqling yetadimi? 3 bo'lakka. Ya bismillah. Hozir golemni O'ldirib olaylik. keyin o'shay beramiz hammamiz. Neydi bu? Mana buni tashib qo'yamiz.
Aytgancha biz oy. Xo'sh, biz och bo'ldim. Och qoldim. Dasturdan o'g'irlaymiz. Xo'sh. Jigarlar, men hali Rokojon YouTube kanalimga bitta video joylaganman. U ham shiterlar. Mayli. Men u yerga faqat bitta video joylab qo'yman. U ham bo'lsa Roblox haqida cheat ochish. Hozirda YouTube biz ham YouTube kanalimizda 100 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Keyin esa biz har bitta challenjlaringizni bajarib o'tiramiz. Bajarishimiz mumkin. Har bitta challenjingizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Biz har bitta aytgan challenjingizni bajarib o'tishimiz mumkin. Xo'sh. Do'stlar, shader nimaga qo'shmadinglar desangiz, chunki shader bittasi ham ishlamayapti. Shuning uchun shader o'rnatolmadik. Uzr. Do'stlar, like va obunani ham bosishni unutmang. Shu haftaning oxirigacha biz 10 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Keyinchalik 20, 30 ta, 40 ta obunachi yig'armiz. Ungacha 10 ta obunachi yig'averaylik. Bitta uyga kirib bitta qishloqni o'ldirmasam yaxshi bo'lar. Bittasi hech nima qilmaydi. O'zi bitta-yu. Hozircha shaxtaga tushmaymiz. Birinchi kunim o'tyapti. Endigina zo'rg'a. Mumkin ekan. Nima ham derdik? Keyinchalik shaxtaga boraveramiz. Aman, hozir tushak. Nima bu endi? Chiqandi mal bo'lyapti. Jim turdi. Ittiz cho'chqa haram. Do'st, jigarim to'g'ri aytyapti. Uy. Barchamizni inventarga olib o'tkazib qo'yaylik. Ne seçiyorsun? Ne seçiyorsun? Kız otururken. Doy. Ketdi do'stlar. Hozircha o'zim
o'ynab turaman. Do'stimning ishi chiqib qoldi. Obsidian topishimiz kerak hozir do'stlar bizlar. Qo'lim yetmayapti u yerga. Hozir bizlar qishloqqa qaytamiz. Qishloqqa qaytib keldik va qishloqlarning uyidagi sunduqlardan hamma narsani o'g'irlaymiz. Bu yerda keraksiz narsalar bor ekan. Bu yerda ko'raylik. Bu yerda sunduq yo'q. Hozir do'stlar bizlar shaxtaga tushamiz. Tushib qolaylik hozir. Bu yerda men o'g'il ko'ryapman. O'g'il kavlaymiz hozir. Voy, bля. Hozir do'stlar bizlar kravat olib o'zimizga uy qurib o'zlarimiz bir yashaymiz. Kravat o'g'irlab ketdim bir qishloqning uyidan. Uy qurishga ketdi bolalar. Ketdi. Qayerga qursam bo'ladi uyni? Bu yer bo'lmaydi hozircha bizlarga. Bu bosilib ketaveradi. Bu yerlarga qursam normalniy bo'ladi. Hozir buni qo'yamiz va bizlar daraxt chopishni boshlaymiz. Ketdik. Daraxtimiz 10 ta bo'ldi. Hozir hoppa. Bana bunu sindirib olaylik-da bizlar. Olaylik bunu. Albat. Otalar. Ozgincha telefonim qatyapti. Qani daraxt bor.
Короче, do'stlar, do'stim o'zi o'ynab beradi hozir. Rekojon keldi. Ishini tugatib keldi mana. Xo'sh, keldik mana. Hozircha biz nima qilayotgan eding? Uy qurishni. Rejalashtirayotganmiding? Ha. Ungacha biz hozircha mana shuna narsalarni urug'larni olaylik. Nimaga desanglar, bu yerda kam o'sadi. Urug'lari chiqishi kerak. Urug'larni ekib qo'yishimiz kerak. Hozircha do'stlar ikkita urug' tushdi bizlarda. Keluchi uyni qayerdan qurmoqchi eding? Shu yerlarda portalga yaqin qurmoqchi edim. Portalga yo'q. Uzr-ku, portalga yaqin qurmayman. Ozgina shimarganmiz, uzr buning uchun ham. Xo'sh, yana ketishim kerak ekan, mayli. Do'stlar, xayr. O'zi o'ynaydi. Xo'p, do'stlar, xayr. Do'stlar, buni izmirudmi bu? Nima edi bu? Do'stlar, hozir do'stlar bu yerdan chiqib olishimiz kerak. Do'stlar, Rekojon hali qaytmayar ekan. Bilan do'stlar. Nima bo'ldi? Voy do'stlar, o'lib qolmayman. Voy jinni, nima qilib qo'ydim endi men buni? Voy do'stlar, o'lib qoldik. Do'stlar, yana shu shaxtaga borishimiz kerak. Endi bizlar uning urug'ini olishimiz kerak daraxtning. Do'stlar, uzr, ukamsal hazillashayotgan edi. O do'stlar, olma tushdi.
Ot topishimiz kerakda bizlarni. Ot topishimiz kerak. Qo'y bilan cho'chqa yurgan ekan. Orada tovuq ham bor ekan. Xayr